Yo'l tartibini xush ko'radi. Har bir haydovchi borki, qoidalarga amal qilishga, boshqa harakat ishtirokchilariga xavf tug'dirmaslikka majbur. Ammo aksariyat haydovchilar nazarida arzimagan e'tiborsizlikka o'xshab ko'ringan huquqbuzarliklar aslida og'ir oqibatli yo'l transport hodisalariga ham sabab bo'lishi mumkin. Termizda o'tkazilayotgan reyd tadbirlarida ana shunday qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Amaldagi yo'l harakati qoidalarini 3 va 9 bandlarini buzib harakatlanib kelyapsiz, hurmatli haydovchi. Menga me'yoriy hujjatlaringizni aniq qiling. Ishxonada qolib ketgan. Haydovchilik guvohnomasiz transport vositasini boshqarib yurish mumkin emas. ID karta, pasportlar yo'qmi? ID karta yo biometrik pasportingiz bo'lsa ham bo'ladi. Yo'qmi? Safety qolganda aka ishxonada xolos. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi bu bo'yicha. Transport vositangiz vaqtingizni saqlash jarima maydonchasi qo'yiladi. Siz ikkinchi bo'lakdan 581 yo'l belgisiga amal qilmay harakatlanib kelyapsiz, to'g'rimi? Yo'l harakati qo'y 3-bandi, yo'l belgisiga amal qilmayapsiz. Siz harakat etgan bo'lagingizga to'g'riga o'ngga qayrishingiz mumkin, lekin chapda birinchi bo'lakda kelishingiz kerak. Haydovchi guvohnomangizni taqdim qilsangiz. Qarzdorligingizni agar shu joyida bartaraf qilsangiz, mumkin sizga javob beramiz. Agar joyida bartaraf qilmasangiz, siz transportni vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga qo'yiladi. Tushundingizmi? Hozir bartaraf qilasizmi? Bo'ldi, bartaraf qiling. Boshqa transport vositalariga xalaqit qilyapsiz harakatda. Mumkin emas. Men zadimga chiqyapman shu yerga. Boshqa tushib qoldi. Bu kirgan joyingiz piyodalar yo'lakchasi bo'lsa. Siz kirgan joy bor-ku, siz kirib to'xtagan joy piyodalar yo'lakchasi hisoblanadi. Piyodalar yo'lakchasiga to'xtab turish mumkin emas, hurmat. Termiz shahrida o'tkazilayotgan ushbu reyd tadbirlari jarayonida bir qator qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilmoqda. Bundan tashqari, piyodalarga yo'l bermagan, belgilanmagan joylarda transport vositasini qoldirib ketgan haydovchilarga nisbatan tushuntirish, targ'ibot ishlari ham olib borilmoqda. O'tkazilayotgan reyd targ'ibot tadbirlaridan asosiy ko'zlangan maqsad huquqbuzarlik uchun jazo muqarrarligini hamda yo'llarda harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlashdir. Ma'muriy bayonnoma hujjatlaringizni piyodalar yo'l bermagan. Olib borilayotgan bu kabi profilaktik reyd tadbirlari yo'llarda tartib qoidalarini mustahkam nazoratini, fuqarolarni esa malakasini oshiradi. Eng asosiysi yo'llarda yo'l transport hodisalarining Yo'l belgilariga oldini amal oladi. qiling, hurmatli haydovchi. Tushundingizmi?